50 nechida sekundmi, 40 nechida sekund ichida tizimga buzib kirib, sun'iy intellekt bilan to'liq egallab, ruxsatlarni oshirib, administrator root darajasiga chiqib, serverni to'liq egallab, hakerlar mana shu usullardan foydalangani uchun ularni aniqlash qiyinlashyapti bugungi kunda. Tasavvur qiling, bir minut ichida shunday kirdi buzib chiqib ketdi. Kompaniyani zarar ko'rgan bitta bechorani bulut timi, himoyakor jamoasi hech narsani sezmay qolib ketyapti. Shunchaki men buyruq beryapman, u tizimda zaiflikni topyapti, zaiflikni topib tizimga bemalol buzib kiryapti-da, qaysidir user nomidan buyruq bajaryapti server ichida. Bu sun'iy intellektdan butun boshli kompaniyani ichki tarmog'ini pentest qilishda ham foydalanishimiz mumkin. Bu ogohlantirish, aytib ham ketay. Hozir ko'rsatgan narsalarni chiqib turib qayergadir ishlatib ko'rmang. Dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan, shuncha vaqt ajratib kelganlaringizdan xursandman. Buncha odam keladi deb kutmagan to'g'risi. Umid qilaman, bugungi master class hammaga foydali va yangi ma'lumotlarni o'rganib ketasizlar deb. Nisbatan qiziqroq mavzu tanlashga harakat qildim. Bugun sizlar bilan vibe hacking haqida gaplashamiz. Ya'ni bu terminni oldin eshitganlar bormi? Ya'ni vibe hacking haqida. Qanaqa fikrlaringiz bor? Nima vibe hacking? Qayerda eshitgansiz yoki ishlatib ko'rganmisiz bu narsani? Shu vibe coding yo'q deyishamiz. Nima narsa? Vibe coding nima? Qanaqa fikringiz bor? Xo'p, okey. Vibe hacking haqida gaplashamiz. Bugun nima ekanligi va amaliyotda qanaqa ishlatamiz, umuman kiber xavfsizlik olamida bu narsa nimaga paydo bo'ldi? Bugungi kunda qayerda ishlatilyapti? Nimaga nima deydi? Topga chiqdi bu mavzu, ko'p ishlatilyapti. Shu haqida demak gaplashamiz bugun. Master class unaqa ko'p cho'zilmaydi. Oldingi master classda qatnashganlar bo'lsa biladi. Oldingilar juda cho'zilib ketgan. Katta mavzu tanlaganman, qiziqroq bo'lishi uchun. Umid qilaman bu safargisi qiziq ham qisqaroq tugatishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, demak, vibe hacking nima? Bu narsaga birinchi oydinlik kiritib olamiz, javob topamiz. Sun'iy intellekt va kiber xavfsizlikni bir-biriga bog'lab, sun'iy intellekt kiber xavfsizlikda qayerda ishlatilishi va nimalarda ishlatilishi haqida ma'lumot olamiz. Bundan keyin kiber xavfsizlik bo'yicha top kompaniyalar yoki o'quv platformalari deymizmi yoki dunyo bo'yicha tan olingan kompaniyalar qanaqa bu sohaga o'zlarining munosabatlarini bildiryapti yoki dunyo tan oladigan qanaqa nima deydi sertifikatlar bu sohaga ishlab chiqildi yoki nima deydi qayerda o'rganish mumkin chuqurroq shu haqida gaplashamiz. Undan keyin ozgina tushunchalar olganimizdan keyin o'zi vibe hackingni o'zimizda sinab ko'rish uchun laboratoriya sharoitida yoki bo'lmasa o'zimiz lokal qurilmamizda ishlatish uchun nima qilish kerak? Ya'ni GitHub Copilot sun'iy intellektni qanaqa qilib o'rnatiladi, qanaqa qilib ishlatiladi, uning ichiga ya'ni VS Code matn tahrirlovchisi orqali GitHub Copilotni qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi, xullas. Bu yog'i amaliy boshlanadi 4-qismdan boshlab va oxirida sizlar bilan o'zimiz laboratoriya sharoitimiz, ya'ni AI assistentimizni tayyorlagandan keyin pentesting qilish uchun sun'iy intellektimizni tayyorlagandan keyin o'zimizni lokal laboratoriya sharoitidagi targetlarimizni hack qilib ko'ramiz sun'iy intellekt bilan. Bugun umumiy ko'rib chiqarganimiz shular. Demak, boshlashimiz mumkin. Vibe hacking nima savoliga javob topishdan. So'radim, demak hech kim fikr bildirmadi, unda o'zim javob beraman. Vibe hacking mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, yozuv qanaqa yaxshi ko'rinyapti bilmayman, orqadagilarga AI intelligence, vibe coding, hack access ketma-ketlikda tasvirlangan. Shundan ham tushunishingiz mumkin, vibe hacking nimaligini, ya'ni sun'iy intellekt bilan o'zi vibe codingga birinchi ta'rif beraylik. Hech kimga sir emas, dasturlash olamida bugungi kunda sun'iy intellektning o'rni katta, to'g'rimi? Oldingidek dasturchi o'tirib olib sutkalab kod yozmaydi hozir, oylab kod yozmaydi. Nima qiladi? Sun'iy intellekt bilan oson ishini tez bitiradi, to'g'ri promptlar berish orqali. Qilmoqchi bo'lgan proyektini ancha 10x, 20x, borganda 100x tezlikda bitirishi mumkin. Aynan o'sha narsa vibe coding. Ya'ni sun'iy intellektga to'g'ri prompt berib,
ko'zini oldida mo'jiza sodir bo'lishi deyishimiz mumkin, yani qo'shtirnoqcha, to'g'rimi? To'g'ri so'rov beradi. U kutganidan ham tezroq boyagi narsa tayyor bo'ladi. O'sha tayyor bo'lish jarayonini kuzatish davomida dasturchi mazza qiladi. O'sha narsa vibe, ya'ni vibe'ni his qiladi. Vibe coding. Endi vibe coding bilan qo'shib sun'iy intellektni kiberxavfsizlikka bog'lashimiz, ya'ni qaysidir bitta targetga nisbatan hacker, misol uchun ethical hacker, pen tester qaysidir tizimni misol uchun test qilish kerak. Metodologiya asosida. PTS metodologiyamiz bor, ya'ni ichingizda Red Bull o'qiyotganlar bormi? Red Bull o'qiyotganlar bor. Nima haqida gapirayotganimni bilasiz. Ya'ni PTS metodologiyasi bo'yicha 2 ta qadamda pen test qilinadi. Ma'lumot to'plashdan boshlab toki reportinggacha. O'sha PTS metodologiyasi bo'yicha pen tester biror targetni pen test qilish kerak. Agar uni noldan boshlaydigan bo'lsa, qanchadir vaqt ketadi. Endi u shartnomada boshida kelishiladi. 1 sutka, 2 sutka yoki nechadir soat, nechadir hafta, oy davom etadigan pen test bo'lishi mumkin. Aynan o'sha jarayonda endi sun'iy intellektdan foydalanib pen tester kiring. Pen tester yaxshi ishlovchi sun'iy intellekt agentlariga to'g'ri prompt berish orqali, to'g'ri so'rov berish orqali o'zi qiladigan boyagi ma'lumot to'plash, report yozish, ayniqsa oxirgi qadamda report yozish qismlarini tezlashtirish uchun bu narsalardan foydalanilyapti. Pen testerlar ham, o'sha black hat hackerlar ham, yomon niyatli hacker ham yoki pen tester, ethical hackerlar ham sun'iy intellektdan. Boyagida nima qiladi? Xuddi dasturchi to'g'ri so'rov berish orqali yaratayotgan proyektini 10x tezlikda yaratib bo'lingan jarayonida qanaqa o'zi maza qilsa, pen tester ham zaifligini topish kerak bo'lgan, test qilish kerak bo'lgan targetga nisbatan AI ga to'g'ri so'rov berib, AI qilayotgan ishlarni ko'rib, nima deydi? Zaiflikni shunaqangi tez topayotganini, uni exploit qilishni shunaqangi tez amalga oshirayotganini, reportni shunaqa tushunarli va chiroyli yozayotganini ko'rib, vibe his qiladi. Bunga vibe hacking deyiladi. Sun'iy intellekt bilan birga pen test qilish jarayoniga. Demak, AI dan foydalanib, to'g'ri so'rov berish orqali tizimdan zaiflik topilar ekan. Shu narsa vibe hacking. Demak, sun'iy intellekt va kiberxavfsizlikni bir-biriga bog'laydigan bo'lsak, demak, kiberxavfsizlik o'zi bilamiz, ikkita toifaga bo'linadi. Hujum qiluvchi va himoya qiluvchi. Xavfsizlikni biz hujum qilib ko'rib ta'minlashimiz mumkin va himoya qilish orqali ta'minlashimiz mumkin. Bu narsa bilan shug'ullanadi Red Team va Blue Team. Red Team operatsiyalarida sun'iy intellektlar, Blue Team operatsiyalarida sun'iy intellektlardan foydalanish kun sayin geometrik progressiya bo'lib oshib boryapti. Har kuni yangi sun'iy intellekt, masalan, bir-biridan yaxshi ishlovchi har xil AI agentlar ishlab chiqilyapti. Va bularni kiberxavfsizlikni ta'minlashda, misol uchun Red Team operatsiyalarida biz exploitlarni avtomatlashtirishda, ya'ni buzib kirishlarni tezlashtirishda, phishinglarni, sifatli phishing hujumlarini amalga oshirishda, xohlaymizmi yo'qmi, bu narsalardan yomon niyatli hakkerlardan foydalanishyapti bugungi kunda. Sun'iy intellektlar bilan kim misol keltiradi, ya'ni nimalar qilish mumkin phishing hujumlari uchun? AI orqali ishonchli veb-sayt yaratish mumkin, juda ham chiroyli dizaynda, to'g'ri. Yana mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, deepfake attack. Ya'ni kimnidir yuzini o'xshatish orqali videolar tayyorlash ko'payib ketdi-ku, misol uchun Instagramda. Qaysi odamga o'xshatib video chiqarib yotibdi, misol uchun yuziga effekt qo'yib, bilib bo'lmaydi, AI qilganmi uni? Ya'ni haqiqiy shu odammi? Videodagi o'zini odam. Demak, nima? Hujum operatsiyalarida, Red Team operatsiyalarida deepfake hujumlarda sun'iy intellektdan foydalanishyapti va aqlli malware'lar tayyorlashda ham. Pentester o'zi qaysidir bitta targetni buzib kirish uchun malware yozishdan ko'ra sun'iy intellekt yozib bergan malware'lar ancha sifatli ishlaydi. Nimaga? Chunki to'g'ri so'rov beradigan bo'lsangiz, odam yaratgan malware'dan ko'ra ancha ko'proq ish qila oladigan skript yozib berishi mumkin. Hop, Blue Team operatsiyalarida bugungi kunda demak, sun'iy intellektlar tahdidlarni aniqlash, hujumlarni o'z vaqtida aniqlash, boyagi loglarni jonli tahlil qilib borish, harakatlarni kuzatish, userlarni, foydalanuvchilarni, avtomatik hujum bo'lsa, uni to'xtatib qolish, darrov
response, ya'ni javob berish hujumga. Bundan tashqari, xavfsizlikni oldindan bashorat qilish uchun sun'iy intellekt himoyakor tomonidan ham foydalanishyapti. Ya'ni real time kuzatib borish, masalan hujum bo'ldi, AI odamdan ko'ra yoki qurilmadan ko'ra tezroq analiz qila oladi. Qanaqadir zararli harakatni va o'z vaqtida to'xtatib qolish uchun sun'iy intellektlar blue teamlar tomonidan ham ko'p ishlatilayotgan ekan. Va bu narsa yaqin yillarda juda ommalashdi. Mana bu blue team, red team operatsiyalarida sun'iy intellektlardan foydalanish. Bundan keyin bilmayman, 5 yildan keyin tasavvur qila olmaymiz. 10 yildan keyin sun'iy intellekt qay darajagacha chiqishini tasavvur qilish juda qiyin. Misol uchun, statistikalar o'qib qoldim, nima deb aytib o'tgandik. Yaqinda podkastimiz chiqdi-ku, Savol so'z bilan podkast qilgandik. O'shanda ham aytib o'tgandim, ya'ni Koreya hakerlar jamoasi yoki Eron hakerlar jamoasi sun'iy intellektlar bilan hujum qilishni juda ham tezlashtirib yuborgan. Ya'ni eng tez tizimga buzib kirib, to'liq egallab chiqib ketishgacha bo'lgan jarayon eng tezi daqiqaga bormaydi. 50 nechida sekundmi, 40 nechida sekund ichida tizimga buzib kirib, sun'iy intellekt bilan to'liq egallab, ruxsatlarni oshirib, administrator root darajasiga chiqib, serverni to'liq egallab, misol uchun chiqib ketishgacha shuncha vaqt ketyapti. Endi tasavvur qiling, sun'iy intellekt bilan shunaqa tez hack qilish mumkin bo'lsa, himoya tizimlarida sun'iy intellekt ishlatilmasa, uni odam aniqlab olishi qiyin. 1 daqiqa ichida buzildi-da chiqib ketdi sun'iy intellekt, ya'ni buzib kirib, to'liq tizimni egallab, ma'lumotlarni olib chiqib ketdi. Uni sun'iy intellektsiz aniqlash qiyin. Shuning uchun ham blue team operatsiyalarida ham foydalanishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan hujumlar ko'payib boravergan sayi dunyoda top darajada sun'iy intellekt bilan hujumlarni tezlashtirib, kompaniyalarga katta zarar yetkazavergandan keyin endi bu sun'iy intellekt bilan hujum qilish orqali zaifliklarni topadigan ethical hackerlarga ham talab oshyapti. Tasavvur qiling, ethical hacker sun'iy intellekt bilan hack qilishni bilmasa, lekin black hat sun'iy intellekt bilan daqiqaga bormasdan hack qilib ketaversa. Ya'ni bu narsa yaxshi emas, to'g'rimi? Sun'iy intellekt bilan yomon niyatli hacker targetni buzib kirish mumkin ekan, okey, shunchalik tez amalga oshirish mumkin ekan, lekin pentester bo'ladigan bo'lsa, endi bizda sun'iy intellekt bilan buza oladigan, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalana oladigan pentester bo'ladigan bo'lsa, boyagidek hujumlar, yomon niyatli hakerlar tomonidan bo'ladigan hujumlarni oldindan aniqlash, oldindan sun'iy intellektga bardoshli himoya tizimlarini qo'ya olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham Offense Security kompaniyasi yoki Hexbox platformalari tomonidan yaqinda, hali bir oy bo'lgani yo'q, sun'iy intellektlar bilan tizimlarni zaiflarni topadigan mutaxassislar tayyorlash uchun yangi sertifikatlar yaratildi. O'zlarining o'quv pezlari bor. Ya'ni masalan bu yerda OffSec'ga kirib ko'radigan bo'lsangiz, OSAI, OffSec AI Security sertifikati uchun yangi, nima deydi, o'quv modul qo'shildi platformaga. Nimaga? Talab bor chunki. Hacker ishlatyaptimi sun'iy intellekt bilan tizimni buzib kirish uchun? Ethical hacker ham sun'iy intellektni ishlata olishi yoki sun'iy intellektni ishlatib, zaiflarni topib, report qilib beradigan mutaxassisga ehtiyoj oshib boryapti. Tizimlar shunchalik darajada buzilayotgani uchun. OSAI OffSec'niki bo'ladigan bo'lsa, masalan, Hexbox'niki COAE Certified Offensive AI Expert nomli bir hafta bo'lgan yo'q, hali sertifikat chiqdi. Lekin buni o'quv pezi oldinroq chiqqan edi. Siz bu ikkita platformaga kirib, misol uchun bemalol sun'iy intellekt bilan tizimlarni buzib kirishni o'rganib, zamonaviy skilllaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Zamonaviy bilimni olishingiz mumkin bu yerda, bu ikkita platformada. Demak, endi shuncha foyda qilib oldik. Vibe hacking nimaligi, tizimlarni buzib kirishda sun'iy intellekt bizga tezlashtirib berishi va hokazo. Keling, endi buni amalda sinab ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga ko'p narsa kerak emas. Qanaqa shu paytgacha siz masalan CTF ishlaysiz, to'g'rimi? Yoki Red Birda o'qiyotganlar bor.
qanaqa top sun'iy intellektlardan foydalanyapsizlar, masalan? ChatGPT'ni hamma ishlatadi, to'g'rimi? Yana Cloudy, DeepSeek, Gemini, yana GitHub Copilot ishlatadiganlar bor. GitHub Copilot. 2 kishi, 3 kishi sanoqli. Demak, bizga kerak bo'ladi vibe hacking amalga oshirish uchun hozir minimal darajada, masalan, GitHub account. GitHub nimaligini bilamiz, to'g'rimi? GitHubdan akkauntimiz bo'lishi, o'sha GitHubda o'zining sun'iy intellekt bor. Bu narsaga GitHub Copilot deyiladi va VS Code matn muharrir tahrirlovchisini tizimga o'rnatib, uning ichida GitHub Copilotni ishga tushirish orqali demak, kompyuter kerak bo'ladi. VS Code o'rnatishimiz kerak kompyuterga. Extension o'rnatamiz GitHub Copilot VS Codening ichiga. Bizda GitHub Copilot sun'iy intellekt ishlashni boshlaydi va GitHub akkauntimizni VS Code'ga ishga tushirgan GitHub Copilot extensiondan login qilishimiz kerak GitHub akkauntimizga. Va hammasi tayyor. Kelib bu narsani qilib ko'ramiz. Demak, misol uchun noldan hozir VS Code o'rnatishni ko'rsatadigan bo'lsam, GitHub akkaunt ko'rsatadigan bo'lsam, adashmasam juda cho'zilib ketib qoladi jarayon. Menimcha GitHubdan akkaunt ochish qiyin emas. Misol uchun shu yerga kelasiz. GitHub login. Shu yerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar GitHubda akkauntingiz bo'lmaydigan bo'lsa, create an account. Istasiz Google accountingiz orqali oson ro'yxatdan o'tsangiz ham bo'ladi. Ancha jarayon tezlashadi. Mana bizda endi akkaunt bor GitHubda. Xo'p, bu yerda login parolingiz kerak bo'ladi. Login parolni shu yerda settingsdan o'rnatmagan bo'lsangiz, ro'yxatga o'tayotgan paytda o'rnatib olsangiz bo'ladi. Va asosiy operatsion tizimingiz Windows yoki Linux ishlatishingizga qarab, asosiy OS ga VS Code o'rnatganingiz yaxshi. Masalan, men bu yerda asosiy operatsion tizim sifatida Windows ishlatyapman hozir va virtual muhitda Kali'm bor. Delik, buning ichida VS Code ishlatadigan bo'lsam, baribir virtual muhitda ishlagani uchun tarmoq bilan qandaydir muammolar bo'lib, sekinroq ishlashi mumkin. Shuning uchun siz VS Code'ni asosiy operatsion tizimga o'rnatib ishlatsangiz ancha qulay. Bu yerda tarmoq ham yaxshi ishlaydi, internet bilan bog'liq muammo ham kamroq bo'ladi. VS Code'ni qanaqa o'rnatish mumkin? Osongina shu yerdan kelasiz. VS Code install. Va birinchi chiqqan veb-saytga kirib, sizda Linux bo'ladigan bo'lsa asosiy host Linux uchun, Windows bo'ladigan Windows, MacOS bo'lsa MacOS uchun o'rnatiladigan formatda faylni yuklab olsangiz bo'ladi. Demak, buni bosadigan bo'lsak, bizga VS Code'ni exe faylni o'zingiz istagan joyga saqlab olasiz. Endi u yoqni o'rnatish qiyin emas. O'yin o'ynatib yurgansizku, to'g'ri, o'rnatib, ya'ni. Ustiga 2 marta bosib, next qilib, oddiy dastur o'rnatganda o'rnatasiz. Va sizda VS Code ishlashni boshlaydi. Endi bu yerda birdaniga GitHub Copilot'ni ishlata olmaymiz. Mana bu yerda steplarni sanagan paytimizda bizda hozir VS Code o'rnatilgan kompyuter bor. Bu yerda sun'iy intellektni ishlatishimiz uchun nima bo'lishi kerak? GitHub Copilot'ni extension o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun mana shu qismdan VS Code uchun extensionlar o'rnatib olsangiz bo'ladi. GitHub deylik. Copilot yozadigan bo'lsangiz, mana o'zi chiqib keladi. Menda allaqachon o'rnatilganligi uchun install turibdi. Sizda bu yerda ko'k tugmacha turadi, o'rnatish uchun o'shani bosib bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi va VS Code'ingizni ichida endi GitHub Copilot sun'iy intellektni ishlashni boshlaydi. Uni masalan chat ochish uchun mana shu qismda open chat qilib ochadigan bo'lsangiz, mana o'ng tugmada, o'ng tomonda VS Code'ni sun'iy intellekt bilan chatlashishingiz uchun xuddi ChatGPT'ga o'xshagan oyna ochiladi. Bu GitHub Copilot'ning qulayligi nimada? Boshqa sun'iy intellektlardan farqi desangiz, misol uchun bunda o'zingiz istagan sun'iy intellekt agenti bilan tanlab foydalanishingiz mumkin.
Misol uchun bu yerda Cloudy, ChatGPT va boshqa modellar bor. GitHub Copilot'da vibe hacking qilishimiz uchun bizga Pro versiyasi bo'lsa yaxshi. Ya'ni agar Pro versiyasini ishlatadigan bo'lsak, Copilot'ni bu yerda eng tez ishlaydigan va eng yaxshi, sifatli ishlaydigan sun'iy intellekt agentlarini ishlata olamiz. Masalan, Cloudy Ops 3x tezlikda ishlaydigan versiyasi. Bu yerda eng yaxshisi shu hozir. Buni prosini qanaqa qilib olishim mumkin deyishingiz mumkin. Buni siz shu yerda accountingizdan Copilot degan tab bor. GitHub accountingizga kirgan paytingizda bu yerda pastroqda accountingizni past qismiga tushadigan bo'lsangiz, mana men bu yerda biz Copilotni free versiyasini ishlatayotganimizni ko'rsatib turibdi. Masalan, shuni ustiga bosaman va upgrade tanlaydigan bo'lsak, oyiga $10 evaziga buni premium versiyasini ishlatishimiz mumkin ekan. Adashmasam, birinchi oy tekin. Bir marta masalan bu yerda kartangizni kiritib nima qiladigan bo'lsangiz, tasdiqlaydigan bo'lsangiz, unda $10 yechadida qaytarib beradi. Ya'ni bir oy birinchi oyga tekin bemalol test qilib premium versiyasini ishlatib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yerda premium olganingizdan keyin VS Code'ga kelib, shu qismda chap tomonda odamchaning rasmi bor. Account tugmasi ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizlarda hech qanday bu yerda anaqa turmaydi. Masalan, men VS Code'imga hozir GitHub accountimni ulab qo'yganim uchun ism familiyam turibdi, ya'ni accountim ulangan turibdi. Sizlarda bu yerda sign in degan tugmacha chiqib turadi. Ustiga bosasizda shu yerda sign in qilasiz. Ya'ni GitHub accountingizga ulashingiz kerak bo'ladi VS Code'dagi GitHub Copilotni. Uni boya ro'yxatdan o'tib-ku, o'sha yerda parolingizni o'rnatib olgan bo'lsangiz, bu yerdan sign in qilib kirasiz va sizda shu yerda GitHub accountingizdagi username ko'rinib turadi, xuddi mana bunga o'xshab. Va bu nima degani? VS Code'ga GitHub Copilotni GitHub accountingizni ulaganingizdan keyin boyagi Pro versiyasini sotib olganingiz, buni ichida ishlashni boshlaydi, ya'ni. Bemalol siz shu yerda eng yaxshi ishlaydigan AI agentlaridan foydalanib, so'rovlar berishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, shu yergacha o'zimizni vibe hacking qilish uchun laboratoriyamiz tayyor. Copilot extension o'rnatdik VS Code'ga, autentikatsiyadan o'tdik. Autentikatsiyadan o'tish degani boyagi VS Code'ga GitHub accountni ulash. Ulagandan keyin hammasi tayyor bizda. Endi bemalol nima qilishimiz mumkin? Eng yaxshi ishlaydigan agentlarga so'rov berish orqali pen testingni qanchalik tezlashtirish mumkinligini, reportni qanchalik tushunarli va chiroyli yozish mumkinligini mashq ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, mana terminal bizni operatsion tizimimizni qora terminal oynasi. Va biz so'rov berganimizda u ishni boshlaydi. Misol uchun, mana bu yerda rasmga qarang. Targetni o'zi sken qilib ma'lumot to'plashni boshlaydi. Ochiq portlarni aniqlaydi. Ochiq portlarda ishlayotgan servislarni, zaifliklarni topishga harakat qiladi. Zaifliklarni exploit qiladi va bizga oxirida report yozib beradi. Keling, bu narsani o'zimiz amalga oshirib ko'ramiz. Xo'p, men buni sinab ko'rish uchun qanaqadir internetda ishlab turgan kimgadir tegishli domain yoki veb-saytni amalga oshirmayman. Shunchaki o'zimizni virtual sharoitda zaif qilib yasalgan tizimlardan foydalanamiz. Masalan, siz bunga o'xshagan zaif mashinalarni, zaif tizimlarni buzishni mashq qilish uchun Vulnix ga o'xshagan platformalardan foydalansangiz bo'ladi. vulnix.com ga kirsangiz, bu yerda har xil zaif qilib yasalgan target mashinalar bor. Masalan, shu yerdan istalgan bittasini yuklab olib, VirtualBox yoki VMware formatdagisini o'zingiz VirtualBox'ingizga o'rnatib, misol uchun VirtualBox'ga o'rnatib, uni ishga tushirib, bemalol pentesting skilllaringizni rivojlantirish uchun, buzishni mashq qilish uchun foydalansangiz bo'ladi. Juda ko'p bu yerda zaif targetlar bor. Men shu yerdan ikkita zaif targetni tanlab oldim, misol uchun. Va VirtualBox'imga o'rnatib olganman. Explore va misol uchun ikkinchisi Doctor degan ikkita zaif mashina ekan. Va
Kelinglar endi buni ishga tushib turibdi bizda. Mana bitta Linux tizimiga yasalgan. Ichida bilmayman endi qanaqadir veb-sayt ishlayaptimi, qaysidir portlar ochiq va zaifligi bor. Agar biz buni sun'iy intellektsiz pentesting qiladigan bo'lsak, tizimni balki bir kun vaqtimiz ketar, to'liq buzib bo'lish, 2 kun vaqtimiz ketar yoki necha soat, qanaqa zaiflik borligiga qarab. Va agar sun'iy intellektdan foydalanadigan bo'lsak, jarayon qanchalik tez amalga oshirilishini mashq qilib ko'ramiz qarang. Va bu yerda bizga IP adresi chiqarib turibdi. 10.15.0.220 ekan. Xo'p, demak bu yerda VS Code'da GitHub Copilot nimamizga aytamiz. Assistentimizga, AI assistentga aytsak, to'g'ri so'rov bersak, u pentest qilishni boshlaydi. Men masalan bu yerda boya bir ikkita nimalarni mashq laboratoriyada sinab ko'rganim, qani ishlaydimi yo'q. Birinchi marta so'rov yuborganingizda albatta bu отказ qiladi. Ya'ni siz qaysidir IP ni berib turib, shunchaki davay buni buzib zaifligini topasan deya olmaysiz. Ya'ni hech qaysi sun'iy intellekt uni birdaniga amalga oshirmaydi. Nima qilishingiz kerak? Ya'ni ko'ndira olishingiz kerak xullas. Sun'iy intellektni narsani pentest qilishga. Va xuddi shunday menda ham birdaniga pentesting qila olmasligi haqida ma'lumot chiqarib beryapti va unga so'rovlar berganimdan keyin bu ishni boshlaganman. Laboratoriya muhitida PTS metodologiyasi bo'yicha ishlaymiz, bosqich-bosqich boshlaymiz deb turib, masalan bu yerda men bergan targetni pentest qilishni boshlagan. Keling, shu narsani o'zimiz yana qaytadan sinab ko'ramiz. Xo'p, misol uchun bu yerda aytamiz. Xo'p, Labi. Men GitHub Copilotga yangi chat ochishni qolgan ham to'nklash o'rnatish. Yangi chat? Ha, hozir men yozishganlaringizdan. Yangi chat ochsam bo'ladi, u yana unutib oladi, men yana uni yarim soat ko'ndirishim kerak. Ya'ni bu narsaga vaqt sarflamaslik uchun keling hozir chatni ichida davom ettiramiz. Qilsa bo'ladi, yangi chatda uni yana bir ikkita ozgina nima qilishga. U narsani o'rgatmaganim ma'qul, ya'ni to'g'rirog'i. Agar qiziqib o'zingiz research qilib o'rganib olganingiz yaxshi. Chunki hozir hamma narsani ochiqchasiga o'rgatib tashlaydigan bo'lsam, endi bilmayman, hali ichingizda endigina kursni boshlaganlar bor. Ya'ni mindsetni yaxshi rivojlantirmasdan turib, ya'ni ko'pchilik o'zimning o'quvchilarim borib turib bilmayman qayergadir ishlatishni xohlamayman, ya'ni kimdir nimadirga ishlatishni xohlamayman. Shuning uchun hamma narsani ochiq o'rgatmayman, lekin maksimal bilishingiz kerak bo'lgan narsani ko'rsatib beraman. Bu narsalarni nima deydi, nazariy kitoblarimizni o'qib, qayerga qachon nimani qilish kerakligini tushunib olib, nima noqonuniy, nima qonuniyligini ajratib olganingizdan keyin to'liq o'rganganingiz ma'qul deb hisoblayman. Bu ogohlantirish, aytib ham ketay. Hozir ko'rsatgan narsalarni chiqib turib qayergadir ishlatib ko'rmang. Ishlatib ko'ring, mashq qilsangiz esingizda qoladi. Mana bu narsalar. Shuning uchun manba ko'rsatib ketyapman. Shu yerda zaif mashinalar bor. Bemalol hech kim ishlasa demaydi. Buni o'zingizga o'rnatib olib, virtual tizimga buzib ko'rishni bemalol sun'iy intellekt bilan mashq qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan oldin buzmagan boshqa IP adresini tanlaylik. Masalan, mana bu. Men buni IP adresini boya bir marta yozib ko'rgandim. Ikkinchisini hali ishlatganim yo'q. Buni ishga tushirib, kelinglar shuni pentest qilish uchun so'rov berib ko'ramiz. Demak, ishga tushsin, IP adresi kerak bo'ladi bizga. Demak, virtual muhitda buni siz qayerdadir ishlab turgan server deb tasavvur qilishingiz mumkin. Veb-sayt ishlab turgan, qanaqadir servis ishlab turgan server. Prosta bu bizning lokalimizda hozir o'zimiz kompyuter ichida ishga tushyapti. Xo'p. Demak, bu yerda biz bilan bitta tarmoqda bo'lish uchun IP adres chiqish kerak. Agar buni birinchiga sozlagan bo'lsak. Okay. 127.0.0.1 IP beryapti-da. Buni biz buza olmaymiz. O'zgardi. Okay, 10.15.0.249 bu targetimizning IP'si. Ya'ni siz buni internetda ishlab turgan bitta qanaqadir domenning orqasida turgan IP deb tushunsangiz ham mumkin. dilik.hat.ai. Shu yerda domenga so'rov yuborganda ham aslida nimani ishlatadi? IP adresini ishlatadi, to'g'rimi? Biz prosta domen emas, shu IP adresini hozir aniq ko'ramiz. Ishlatamiz. Demak, 10.15
249 ekan. Bu ishlab turishi kerak. Va sun'iy intellekt assistentimizga o'tamiz endi bu yerdan va men so'rov yozaman. Misol uchun. Xo'p, IP adresini belgilayman. 10.15.0.249. Targetni deylik PTS metodologiyasi bo'yicha deylik to'liq pen test qilib har bir bosqichni to'liq amalga oshirib kerakli skrinshotlarni yig'ib skrinshotlar bizga pentest davomida isbotlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni targetingizda zaiflik borligini haqiqatda reportda ko'rsatib berishingiz kerak. Kerakli skrinshotlarni yig'ib agar targetda misol uchun deylik web sayt ishlayotgan bo'lsa va unda zaiflik aniqlasang web saytning ham skrinshotlarini olish kerak. Ya'ni hozir bu sun'iy intellekt grafik interfeysda ishlay olmaydi-da. Terminalni ochadi-da, komandalashga tushiradi. Terminalda ishlagandan keyin u brauzer qanaqa tuzilganini ko'ra olmaydi. Biz unga aniq prompt beradigan bo'lsak, veb saytdan zaiflik topib tizimga buzib kiradigan bo'lsa, u narsani reportga qo'shish kerak bo'ladi. Shuning uchun aniq men ko'rsatma sifatida belgilab ketyapman. Shu veb sayt ko'rsang, yo'lda veb sayt bo'ladigan bo'lsa, mabodo reportda qo'shishing kerak. Bu nima qiladi? O'sha veb saytni source kodlarini terminalda ochib tahlil qiladi-da, renderlab, brauzerda qanaqa ko'rinishini topib, skrinshotga qo'shib ketishga harakat qiladi. Demak, skrinshotlarni olish kerakligini aytdik. Va demak, oxirgi qadamda, misol uchun hamma tushunadigan tilda har bir bajarilgan ishni reportda ko'rsatib deylik report yozib berishing kerak. Qani so'rovni bersak va bu to'xtang, shu yerda men bitta narsani unutib qoldirdim. Hozir bu VS Code bizda Windows ichida ishlayapti, to'g'rimi? Windows operatsion tizimda va bu pen test qilish uchun kerakli toollarni Windowsdan topa olmaydi. Ya'ni Nmap va hokazo ma'lumot to'plash uchun, exploit qilish uchun kerakli toollar yo'q. Va men qo'shimchasiga bunga aytib ketsam bo'ladi. Tizimda ishlab turgan, virtualda ishlab turgan kalini IP adresini belgilab, buning ichida SSH ni ishga tushirib, senga kerakli toollarni topa olmasang, shu kaliga ulanib, uning ichidan targetga maqsad bo'ladi, ma'lumot to'plasang, buzib kirishda foydalansang bo'ladi deb aytib ketsam, Windows ichida topa olmagan toollarni kaliga ulanib, kalining ichidan keyin buzishni amalga oshiradi. Xo'p, masalan, bu yerda kalining IP'si 10.15.1.202 ekan. Shuni davomida aytaman, promptning davomidan. Agar kerakli toollarni topa olmasang, 10.15.1.202 IP da ishlayotgan kali tizimga misol uchun ulanib username ni belgilab ketishim kerak. Kim sifatida ulanishini bilish kerak bu. Username kali, masalan password kali bilan SSH qilib ulanib foydalansang bo'ladi. Qani? So'rovni berdik. Endi shu yerda haqiqiy vibe boshlanadi, ya'ni. Aslida biz pentestni boyagi PTS dedik-ku. 7 ta qadam bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot to'plash, to'plangan ma'lumotlardan
zaifliklarni topish, uni exploit qilish uchun yo'llarni o'zimiz topishimiz kerak. Bu yerda sun'iy intellekt qanaqa bu narsani bajarayotganini ko'rib vibe olamiz. Shu narsa vibe hacking yani. Demak, bu hozir to'g'ridan to'g'ri bizni boyagi targetimizni sken qilishdan boshlayapti, ma'lumot to'plashdan, Nmap sken qilishdan. Nmap buyrug'i bilan demak ochiq portlarni aniqlab oladi, zaiflarni topishga harakat qiladi. Keling, biz ungacha men tepada bergan targetimni qanaqa buzganligini hisobotini tanishib turamiz. Mana bu qismda bu hozirgi targetni ko'rinyapti, mana bu chap tomon. Pentest qilishni boshlagan. Bu yerda biz undan oldingi pentestida nimalar qilganligini va bizga yozib bergan reportini tahlil qilib turamiz. Xo'p, bu yerda VS Code'da yaxshi ko'rinmagani uchun men bu reportni alohida o'ynada ochishga harakat qilaman. Tak. Buni yuklab olsak agar PDFni. Okey, yaqinlashtirsam ham ko'rinar ekan. Misol uchun, bundan oldingi targetimiz 10.15.0.222 bo'lgan ekan. U yerda tizim nomi Explorer bo'lgan ekan. Debian'da ishlayotgan tizim bo'lgan ekan. Pentest qachon amalga oshirilgani hammasini boshida birinchi sahifaga tushunarli qilib yozyapti. Va reportda har bitta asosiy qismlar nechinchi betda turganligi haqida mundarija ham shakllantirgan. Ketdik. Undan keyin umumiy xulosalar, target haqida nimalarni topgan, qanaqa zaifliklar va metodologiyani tushuntiryapti. Pentestni qanaqa qadamlarda amalga oshirilgani, nima toollardan foydalangan, to'liq buzib kirish uchun. Mana bu yerda toollardan foydalangan toollarning ro'yxatini ham ko'rsatib ketyapti. Va tizimga ma'lumot kirish uchun ma'lumot to'plashdan boshlayapti bu yerda reportni. Intelligence gathering. Nmap bilan nimalarni aniqlagan. Ishlatgan buyrug'i qarang, qanaqa zo'r ko'rsatib beryapti reportda va screenshot, u chiqargan natija. Undan keyin ochiq aniqlagan portlarda ishlayotgan servislar. Mana veb-saytni screenshotlariga chopib ketgan. Bu yerda mana shu veb-sayt ishlab turgan ekan. Undan keyin veb-saytda bor sahifalarni aniqlashga harakat qilgan, DIRP tool'lari bilan zaifliklarni topishga harakat qilgan. Qarang, men bu screenshotlarni o'zim olib bermaganman. Sun'iy intellekt o'zi ma'lumot to'plash davomida u yerda qanaqa veb-sayt ishlayotganligini topib, o'zi screenshot qilib, o'zi reportga qo'shib ketyapti. Demak, login sahifasiga kirish uchun sodda login parol aniqlagan, mana admin uni aniqlaganligi haqida bu yerda reportda yozib ketyapti. Undan keyin fayl yuklash qismini topgan, fayl yuklash qismiga fayl yuklagan va yuklagan fayliga so'rov yuborish orqali komandalar ishga tushiryapti tizimda. PHP web shell upload, yuklagan faylning ichiga yozgan payload'i, zararli kodi va u kod orqali tizimga kirish. Mana bu yerda www.data user sifatida tizimdan shell olgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni shunchaki men buyruq beryapman, u tizimda zaiflikni topyapti, zaiflikni topib tizimga bemalol buzib kiryapti-da, qaysidir user nomidan buyruq bajaryapti server ichida. Undan keyin tizimga buzib kirilgandan keyin ma'lumot to'playapti tizim ichida. System information gathering, ya'ni qanaqa userlar borligini aniqlagan, mana reportga qo'shib ketyapti. Server ichida mavjud userlarni va buzib kirilgandan keyingi bosqich, ya'ni www.data past huquqli user sifatida buzib kirdi. Endi nima qilish kerak bu yerda? To'liq egallash kerak, ya'ni root huquqlarini olish kerak bo'ladi. Rootni olish uchun nima qilganini ham bu yerda ko'rsatib beryapti. Credential discovery, ya'ni qanaqadir root userini parollarini veb-saytda ishlab turgan fayllar ichidan topyapti, qidirib. Masalan, root parolni topyapti. Qarang, root user va access grant degan user paroli bor ekan. Va root sifatida tizimga kirdi. Mana bu yerda topgan parol username parolidan tizimga login qilganda endi u to'liq tizimda yuqori huquqqa ega. Va shu bilan server to'liq egallandi, ya'ni. Keyin nima qilyapti bu yerda? Bo'ldi, shu bilan hamma bajargan ishlarni aniq-tiniq ko'rsatib berdi.
Masalan, bu yerda laboratoriya bo'lgani uchun ikkita flag ham borda. Ya'ni siz ham ertaga masalan Red 1 darslariga o'tganingizda yoki Red 0 oxiriga borib, shunga o'xshagan zaif tizimlarni buzishni mashq qilasiz. Buzganingizni, kira olganingizni isbotlash uchun user flag, root flagga o'xshagan, shunga o'xshagan flaglarni topishingiz kerak. Hozir Linuxda o'qiyotganlar bordir ichlaringizda, endi boshlagan 2-oy, 3-oyda oson CTF-lar ishlayapsiz, to'g'rimi? Flaglarni topish uchun. Qachondir borib, 5-6-oylarga borib, tizimni buzib kirib, mana bunga o'xshagan flaglar topasiz. Bu narsani bizga hozir sun'iy intellekt o'zi buzib kirib topyapti. Qarang, reportning ichida ko'rsatib beryapti. Xo'p, undan keyin topgan zaifliklar bo'yicha umumiy xulosalar. Qanaqa darajada zaiflik aniqlagan? O'ta yuqori tizimga zarar yetkazadigan yoki yuqori zarar yetkazadi, o'rta zarar yetkazadi yoki umuman zarar yetkazmaydigan topgan ma'lumotlarni qisqa qilib report qilgan, topgan nimasini jadvalda qisqa qilib tasvirlayapti umumiy xulosasini. Undan keyin oxirida tavsiyalar ham berib ketyapti. Qarang, qanaqa zo'r. Ya'ni bu zaiflik qaytarilmasligi uchun nimalarni tuzatish kerak endi targetning ichida. Change all default credential explore immediately. Demak, aytayaptiki, top birinchi o'zgartirish kerak bo'lgan narsa. Bu admin username parolini topib tizimga kirgandi veb-saytga. O'sha narsani o'zgartirish kerakligini maslahat beryapti va hokazo. Ishlatgan hamma zaifliklarni to'g'rilash uchun bu yerda qarang, reportda qanaqa aniq-tiniq yozib beryapti sun'iy intellekt bizga. Xo'p, undan keyin veb-saytda aniqlangan hamma narsa mana tuzatish qismlarida aniq ko'rsatib beryapti, nimalarni to'g'rilash kerakligini. Qani pastroq tushirgan bo'lsak, shu bilan mana report tugadi, ya'ni qilgan ishlarning oxirgi xulosalari necha bet report yozibdi bu. Mana bu tepada 33 betli PDF variantda tayyor report. Qarang qanaqa chiroyli, misol uchun odam yozsa bunaqa tushunarli yozmasligi ham mumkin-da reportni. Ketma-ketligi puxta. Hamma narsani aniq ko'rsatib beryapti. Bu yerda bizni keyingi bergan promptingiz bo'yicha bu pen test qilyapti. Mana bu yerda siz nimalar qilayotganligini kuzatib turishingiz mumkin. Bergan so'rovingiz bo'yicha PowerShell query muammosi, qanaqadir muammo chiqdi. Python ichida ishlov. Uni tuzatayotganligini ham ko'rishingiz mumkin. Veb-sayt borligini teparoq chiqaylik. Birinchi topgan narsasi server ichida ikkita port ochiq va unda nimadir ishlayapti. Birinchisi 22-port, ikkinchisi 80-port. Va u yerda ishlayotgan veb-saytni ham topyapti. Document. Misol uchun buni haqiqatda bormi-yo'qmi o'zimiz ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. 10.15.249 IP, 80-port ochiqligini bildik-ku. Brauzerimizdan kiritib ko'ramiz. 10.15.0 nechida? 249. Şöyle nimadir xato yozdim. http://10.15.0.249. Mana haqiqatda veb-sayt ishlatgan ekan. Bizim mana bu serverimiz ichida. Bu emas, ikkinchisi. Mana buni ichida. Veb-sayt ishlatganini topdi. Va bu veb-saytdan zaiflik qidiryapti-da endi tizimga buzib kirish uchun. Document tibbiy veb-sayt, DIRP yoki Nikto kabi toollar bilan sahifalarni aniqlashga harakat qilyapti bu yerda. Endi faqat kutishimiz kerak. Bo'ldi, bu o'zi bajaradi hamma narsani. Agar qayerdadir ikkilanish sezsa, tupikka borib tiqilib qolsa, endi bu ham hamma narsani to'g'ri qilmaydi-da. O'sha paytda biz bunga to'g'ri ko'rsatma berib tura olishimiz kerak. Chunki mana bu yerda ochiq portlarni bildik-ku, taxminiy hujum vektorlarini taxmin qilib, adashib ketgan vaziyatda bunga to'g'ri prompt berib yo'naltib turishimiz kerak bo'ladi. Hozircha qani kutaylik, nimalar qila olar ekan. Bundan oldingi reportimiz ham, hozirgi qilayotgan ishimiz ham ikkalasi ham bu yerda bitta serverga nisbatan ishlatiladi, to'g'rimi? Ya'ni pen testni biz Xo'p, PDF'imiz qayerda edi? Mana. Bitta serverda ishlab turgan servisning zaifligidan foydalanib tizimga buzib kirildi. Lekin biz bu sun'iy intellektdan butun boshli kompaniyani ichki tarmog'ini pen test qilishda ham foydalanishimiz mumkin. Ya'ni Active Directory muhitlarini pen test qilib bera oladi bu. Active Directory nimaligini bilamizmi?
Ya'ni 200 talab, 300 talab xodimi bor kompaniyada hamma ishlatadigan kompyuterlarni bir-biriga bog'lab markazlashtirib beradigan narsa Active Directory deyiladi. Biz bu kabi vibe hackingni o'sha lokal tarmoqlarda ichki pen testlarni amalga oshirish uchun ham bemalol ishlatishimiz mumkin. Va men bu narsani ham bitta sinab ko'rgandim. Misol uchun bitta Active Directory laboratoriya sifatida yasalgan tizim bor edi. Biz bu Active Directory tizimini Red 1 examida o'quvchilar oxirida imtihon topshirish uchun yaratganmiz. Yaqinda o'tgan haftami 10 kun oldin o'quvchilar buni ishlashgan. Shu narsani sun'iy intellekt bilan test qilib ko'rdim. Qani buzoladimi yo'qmi? O'quvchilar eng tez ishlagani Active Directoryni 7-8 soat vaqt sarfladi, adashmasam. Bu hali ham 200 talab, 300 talab useri bor tizim emas, tarmoq emas. Biz bu Active Directory muhitini shunchaki 3 tagina kompyuter orqali yaratganmiz. Va buni sun'iy intellekt 1 soatmi, 1,5 soat ancha o'ylanib to'liq buzib bo'la oldi. Ya'ni 3 tagina Active Directory bor tizim. Hozir sizlar bilan mashq ko'rsak bo'lardi buni. Prosta 1 soat qarab kutib o'tirishimiz kerak edi. Shuning uchun men boya ertalab qilib ko'rgandim buni, prompt berib, qancha vaqt ketadi. Ya'ni master class davomida sizlar bilan birga qilib ko'ra olamizmi deganimda. 1 soatmi, 1,5 soat to'liq buzdi, report yozib berdi oxiri menga. Xullas, Zenith MS deb nomlangan kompaniyaning ichki tizimi. Va bu kompaniya ichida 3 ta kompyuter bor. Xo'p, demak, umumiy reportni boshida ma'lumotlarni keltirib ketyapti. Bu narsani ham sun'iy intellekt yozib bergan. Xo'p, pentest qachon amalga oshirilgan, domenni nomi, domenni SID'si va Active Directory ichidagi qurilmalar. 3 ta IP adresda ishlab turgan 3 ta qurilmani aniqlagan. Ketdi bu yo'q. To'liq report uchun mundarija qaysi betda nima haqida ma'lumot berganini ko'rsatyapti bizga. Undan keyin umumiy xulosa domenni buzib ko'rish uchun nimalar qilganligi va demak umumiy statistika domen haqida, scope metodologiya, qanaqa metodologiya bilan pentest qilgan, domen ichidagi 3 ta host, ularning IP adresi, qanaqa operatsion tizim ishlayapti u yerda, Windows 10 ekan ikkita, bittasi Windows Server 2022. Va PTS metodologiyasi bo'yicha mana bu 7 ta qadamda pentest amalga oshirilganligini ham yozib ketyapti. Qanaqa toollardan foydalangan? To'liq domenni egallash uchun. Ularni ham berib ko'rsatib ketyapti. Nmap, NetExec, Impacket, EvilWinRM, Hashcat, Bloodhound, Sigma Potato kabi toollardan foydalanibdi. To'liq Active Directoryni buzish uchun. Va ketdi bu yo'q. Ya'ni mana bu qismda umumiy sxema. To'liq domen buzib kirilgungacha nimalar qilinganligini bizga umumiy sxema sifatida ko'rsatyapti. Birinchi qilgan ishi Nmap scan qildi. Bundan keyin MS01 ga username parol bilan tizimga kirgan. Tizimga kirgandan keyin administrator userini NTLM hashini topdi. Va to'liq ma'lumot to'plagan keyin Active Directory haqida. Bizning domenimiz ichida 13 ta user parollar siyosatini Bloodhound bilan ular qanaqa bir-biriga bog'langan, nechta guruh bor domen ichida va hokazo hammasini aniqlagan va ESREP roasting degan Active Directoryga hujum qilish usuli bor. Aynan o'sha bizning domenimiz ichida shu zaiflik bor ekan. ESREP roasting orqali qaysidir bitta username va parolni topgan, ikkinchi tizimga ulangan EvilWinRM bilan domen ichidagi. Uning ichida bu userda C impersonate privilege bor ekan va bu ruxsat bilan oddiy userdan system useriga, administrator useriga ko'tarilganligini aytayapti. Secrets dump komandasi bilan demak ikkinchi kompyuterning ichida hamma userlarning parollari va hashlarini chiqarib olganini aytayapti. Bundan tashqari PowerShell history faylidan PowerShell bilamiz, Windowsda ishlatiladigan terminal. Linuxdagi terminalimizda ishlatgan komandalarimizni history sifatida yozib bo'ladi. Xuddi shunday PowerShell ham. O'sha history faylida juda muhim ma'lumot topib olgan ekan. Bitta user va uning parolini. Keyin topgan ma'lumoti bilan butun domenni boshqaradigan boyagi Windows serveriga login qilganini aytayapti bu yerda. Tizimga login qilganiga hamma narsani chiqarib oldim deyapti. Butun domen ichidagi 13 ta user hammasining hashlarini to'liq
chiqarib olib, tizim egallanganligi haqida bizga qisqagina ketma-ketlik va boshlandi, detalli tushuntirishdan boshladim. Nima qilganlarini. Birinchi tizimni nmap qilgan, ochiq portlarni topgan. Ochiq portlardan topgandan keyin to'liq ma'lumot to'plashga harakat qilyapti domen haqida. Har bitta qurilma nmap qilgan SMB orqali topgan ma'lumotlari, misol uchun bu yerda nima zaiflik aniqlaganini ham yozib ketyapti. Qarang. SMB sign is disabled. Ya'ni SMB ga sign qilish o'chirib qo'yilgan MS01 va MS02 ikkita qurilmada. Va bu narsa NTLM relay attack qilishga imkoniyat beradi hujumchiga. Bu narsani to'g'rilash kerak deb topgan zaifligini yozib ketyapti. Undan keyin tizimga kirish qadamlarini ketma-ket tushuntiryapti. Ruxsatlarni oshirish uchun nima qilganligini, nimadan foydalanganligini aytayapti bizga. C backup privilege. Mana bu yerda qarang. C backup privilege bor ekan userni va u SEM va system fayllarini zaxira nusxalab, ularning ichidan hashlarni, tizim userlarning hashlarini chiqarib olganini mana men bu yerda va undan keyin administrator userning hashi bilan qaytadan tizimga login qilgan va birinchi qurilmani ichida to'liq boshqaruvni egallagan. Birinchi qurilmani ichida boshqaruvni egallagandan keyin ikkinchi qurilmaga login qilishga harakat qilyapti bu yerda. Bu SREP roasting hujumini amalga oshirgan dedik-ku. O'shanda topgan username parol bilan ikkinchi qurilmaga login qilgan. Va to'liq yana ma'lumot to'plashga harakat qilyapti tizim ichida. Policylar, parollar policysini tekshiryapti. Va bu yerda yana bitta zaiflik aniqlab, ikkinchi qurilmaning ichida ham. Ya'ni aytayaptiki, account lockout threshold is set on none. Ya'ni tizimga login qilish uchun, bemalol. Login qilish uchun parollarni xato terishga limit qo'yilmagan ekan. Aytish bo'yicha. Ya'ni unlimited brute force attempts are possible. Ya'ni limitsiz parollarni brute force qilishga imkoniyat bor bu yerda hakkerga. Buni ham to'g'rilash kerak deb reportda aniqlagan narsasini yozib ketyapti. Undan keyin SREP roasting hujumini qilgani bu hujum orqali aniqlagan login parol tizimga kirishi, ruxsatlarni oshirishi C impersonate privilege orqali demak ruxsatlarni sistem darajasigacha oshiribdi. Mana men bu yerda Enter sistemga chiqqan Sigma Potato'dan foydalanibdi. Undan keyin Secret Dump bilan yana boyagidek shu qurilmaning ichidagi userlar va ularning parollarini chiqarib olgan. Qarasa bu yerda John Hammond va administrator degan userlarning parollarini hashini topgan. Undan keyin yana nima qilishga harakat qilyapti? Yana dash ma'lumot to'plashga harakat qilayotgan paytda u PowerShell history'dan bitta zo'r narsa topib olyapti. Ya'ni mana bu yerda Alex Turnet deb nomlangan, ya'ni user bilan welcome bir uni paroli topgan nimasi qayerda ekan? Buni sal pastroq tushadigan bo'lsak, mana men bu yerda qizil qilib ko'rsatib ketibdi o'zi. Domain admin credential found plain text. Domenni boshqaruvchi admin userni paroli ochiq formatda topib olindi deyapti. Qayerdan topib olinganini ham aytayapti bizga. PowerShell history faylining ichida James Black username va parol shunchaki qoldirib ketilgan ekan, e'tiborsizlik tufayli. Xo'p, buni topgandan keyin nima qilgan? Boyagi serverga login qilishga harakat qilyapti. Serverga ulanyapti, ya'ni eski qurilmaga. Butun tizimni boshqaruvchi Windows serverga. Topgan username va parol bilan kirsa, demak bu user admin huquqiga ega butun 3 ta kompyuterni, ya'ni butun domen tashkilotni boshqara oladi endi. Bu yerda tizimga demak login qilyapti Evil Venarian bilan va to'liq butun o'sha tashkilot ichidagi userlarni ma'lumotlari ntds.tit degan databazda saqlanadi, uni backup qilib chiqarib oldida to'liq hujumni tugatdi men. Hamma o'sha lokal tarmoqni egallagandan keyin va umumiy xulosalar ketyapti bu yerda. Nimalarni qo'lga kiritdi pentest qilish davomida? Topgan userlari, ularning parolini hashlari, machine accountlari, undan tashqari ochiq formatda topilgan parollar va bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, topgan zaifliklari, ularning darajasi bilan alohida ko'rsatyapti va tavsiyalar.
bu zaiflikni yana undan keyin qaysidir bitta hacker kelib buzib ketmasligi uchun nimalarni tuzatish kerakligi haqida tavsiyalar ham beryapti, qarang. Keyin bitta userni parolini hashini o'zgartirish kerak ekan va topgan hamma zaifliklarni to'g'rilash uchun tavsiyalar va shu bilan report tugadi. Va bu bizga yozib bergan reporti 28 betdan iborat PDF fayl. Bu yerda hech narsa qilmaganman, shunchaki so'rov va shunchaki kuzatish. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, qaysidir komandani ishlatishga mendan ruxsat so'rayapti va yellowni bosaman. Bu hali ham pen testni davom ettiryapti. Qani nimalar qilibdi o'zi boya o'qiganimizdan keyin. Ozgina qilgan ishlar bilan tanishaylik. LFA zaifligini topdi, qarang. O'zi topyapti. LFA confirmed found error found user admin user'ini topdi. Let me escalate testing for SHK bla bla. SSH yopiq kalitini topdi. Parolini topdi, uni buzish orqali. Tak. User flag'ni tizimga kiribdi mana bu yerda. Ya'ni user flag'ni olyapti, tizimga kirib, endi nima qilish kerak bu yerda? Ruxsatlarni oshirish kerak. Ruxsatlarni oshirish uchun nimadan foydalanishni ham topyapti. etc pswd ga yozsa bo'ladi ekan deyapti. Qarang. Bu fayl Linuxda privilege escalation qilish uchun bitta vektor. O'shani aniqlabdi. Uni aniqlagandan keyin nima qilgan? Tak, let me sh directly from the Windows to the target using the tizimga login qilishga harakat qilyapti. Ya'ni shu yerga kelib qolibdi mana. Python yordamida nimadirlar qilishga harakat qilyapti. Ya'ni root sifatida kiradida hozir hujumni tugatgandan keyin report yozishni boshlaydi. Demak, buni bemalol mana bu yerda ochadigan bo'lsak, aniq o'zi uchun nimalar qilish kerakligini, qadamlar ketma-ketligini belgilab olgan roadmap sifatida va ulardan nimalar bajarildi, nimalar qolganini ko'rsatib turadi sizga. Nmap amalga oshirib bo'lgan, ya'ni ma'lumot to'plash, web enumeration, ichidagi veb-saytdan aniqlash kerak bo'lgan hamma narsani topib bo'ldi. Endi bu nima qilyapti hozir? Boyagi aniqlagan LFA zaifligini test qilyapti tizimga kirish uchun. Va exploit qiladi. Undan keyin tizimga kirib, ruxsatlarni oshiradi, screenshotlarni yig'adi va oxirida topgan hamma ma'lumotlarni report tayyorlaydi. Biz mana shuni to'liq bajarib bo'lishini kutishimiz kerak xolos. Demak, qaysidir komandalarni ishlatishga bizdan ruxsat so'rasa, uni allow tugmasini bosib turishimiz o'zi yetadi. Tushunarli bo'lyaptimi bolalar? Qanaqa bu narsani tezlashtirib berayotgan AI bizga pen testing jarayon. Boyagi reportni chiroyli yozganimni qarang. Ya'ni bu report bilmayman endi biz bunaqa yozish uchun qancha vaqt o'tirishimiz kerak. Bu nechadir daqiqa ichida tayyorlab beryapti, screenshotlarigacha. Demak, buni kutib turamiz. Ishini tugatishini. Hozirgina testda turgandi, exploit qildi, root ruxsatiga ham erishdi. Endi screenshotlarni yig'yapti. Qilgan hamma ishlarini. Nimalar qilganligini. Screenshotlarni yig'ib bo'lgandan keyin report yozadi. Qancha vaqt ketdi? Taxminan bir 15-20 daqiqa ichida butun tizimni buzib kirdi hozir. Bu report yozib berishini kutsak ketadi. Va mana shu narsa bolalar vibe hacking deyiladi. Qani hech narsa qilganim yo'q. Prosta to'g'ri so'rov va tayyor. Zaifliklar yozilgan report. Topshirasiz targetga, u yopadi zaiflikni. Hakerlar mana shu usullardan foydalangani uchun ularni aniqlash qiyinlashyapti bugungi kunda. Tasavvur qiling, bir minut ichida shunday kirdi buzib chiqib ketdi. Necha sekund ichida kirdi buzib chiqib ketdi. U kompaniyani zarar ko'rgan bitta bechorani Blue Team'i himoyakor jamoasi hech narsani sezmay qolib ketyapti. Bunga o'xshagan hujumlar ko'paygani uchun mana bu narsalar nima qilindi-da ishlab chiqildi. Mutaxassislarni tayyorlash uchun. Siz shu kurslarda masalan qiziqib o'qish orqali AI bilan qanaqa qilib buzib kirish mumkinligini, chuqurroq texnikalarni o'rganishingiz mumkin. Mana shu. Report yozib bo'lishini kutamiz. Ungacha bemalol savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Test ko'ring, bu narsani ishlatib ko'ring. Faqat kunuz yo bo'lmasa hadya domen bermangda. Shuni interaktiv davay shuni test qilamiz demang. Bu noqonuniy.
Ya'ni qiziqishingiz ortidan qanaqadir javobgarlikka tortilib qolmang. Mana bu veb-saytdagi istalgan targetni bemalol buzish uchun foydalaning. Bu ham ichida veb-sayt bor, targetlar bor, real, hamma narsa real yasalgan. Faqat ruxsat bilan bo'ladi. Hech narsaga javob bermaysiz yani. Bularga bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Label, nimada so'ramoqchimiz? Qiyinchilik oldi bu ishda man sizga man shuni ishlashim kerak degan qanaqada bo'ladimi? Man alifda va da va shu bo'yli topishim kerak. Yo'q, flag topishim kerak demaydi bu. Hozir flag topish uchun harakat qilgani yo'q bu. Men bunga ko'rsatma berayotgan paytimda aniq aytdim. PTS metodologiyasi bo'yicha pentest o'tkazamiz dedim. Ya'ni u IP ni oldi, ma'lumot to'plashdan boshladi, tizimga buzib kirish. Agar u yerda flag bo'lmaganda flag topdim ham demasdi bu. Unchalik topgan ma'lumotlarni ketmagan chiqarib ketaveradi, xolos. Faqat buni ko'ndirish uchun endi laboratoriyada ishlayotganingizni ishontirishingiz kerak-da, ya'ni. Ha. Labi. Hangisi sertifikatlarni ishlaydi, ularni aytsangiz. Hazebox imtihonnimi? Balki ishlab berishi ham mumkin. Endi u foydasi bormi sizga? Ya'ni EAga ishlatgan nima olasiz bu yerdan ya'ni? Hech qanaqa foyda yo'q-ku. EAga ishlatib sertifikat olgandan keyin nima qilasiz? Undan keyin olmay qo'yavering. Hamzasi deb bor, tavsiyam bersa. Nima deysiz? 11 oy qo'shiladi. Hali aniq emas lekin. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki busiz iloji yo'q. Talab shunaqa oshib ketyapti. Mana bunga o'xshagan, ya'ni sertifikatlarga yoki sohalarga. Chunki phishingda ham, hackingda ham sun'iy intellekt juda ko'p ishlatilyapti-da. Uni bitta qaysidir hacker buzib ketishdan oldin, bitta ethical hacker sun'iy intellekt bilan buzish qanaqa bo'lishini kompaniyaga ko'rsatib beradigan kadrlar kerak-da hozir. Ruxsat bilan qanchadir zarar yetkazishdan oldin, kimgadir sun'iy intellekt bilan buzishdan oldin siz sun'iy intellekt bilan qanaqa buzish mumkinligini ko'rsatib berishingiz kerak kompaniyalarga. Ya'ni AI bilan aktiv ishlovchi pentesterlarga talab kun sayin oshyapti yani. Shuning uchun junior kamayishda emas. Men hammaning o'zining o'rni bor. Ishini ustasi davom hech qayerda anaqa qilmaydi. Nima deydi? Ishsiz qolmaydi-yu. Baribir talab bo'lgandan keyin o'rganishingiz kerak-da buni. Qani biz nimaga keldi? Mana bu yerda qarang, screenshotlarni yig'yapti. PNG fayllarni tayyorlayapti. JPG PNGlarni. John bilan SSH kartlarni buzganlarni, rasmlarni tayyorlayapti, hozir screenshotlarni. Previous escalation qilgan screenshotlarni tayyorlayapti. Hamma narsani men desktopimga bitta papkaga saqlab qo'yibdi. Men bu yerda chiqarib berdim hozir. 12 ta screenshot tayyorlab bo'ldim, qarang. 12 ta screenshot tayyor. Va endi PDF ni yaratishni boshladi report. Prosta vibe emasmi, qarang? Ya'ni buyruqni berdingiz, u hamma narsani tayyorlab beryapti. PDF tayyorlash boshlandi. Kutib tursak bo'ldi. Fayl yaratilyapti. Jarayonda. Mana shu. Yana qanaqa savollar bor? Hozir rezervni oxirgi oyda deymi? Aha. Rezervni tugaguncha Facebookdan sun'iy intellekt bo'yicha sertifikatiga topshirishga ulguramanmi? Disiplina bilan ketsam. Конечно, ulgurasiz. 4 oy vaqtingiz bormi hali? Bemalol ichida nechta bo'lim borligiga bog'liq-da, qani kirib ko'ramiz. Bu AI sertifikatlarni olishdan oldin lekin men sizlarga maslahat berardim. Masalan, Hazeboxdagi CWES, CPTS ga o'xshagan sertifikatlarni olish. Chunki u yerda sizlar birinchi zaiflik o'zi nima, zaiflik qanaqa buziladi, qanaqa zaiflik turlari borligini tushunib olasiz-ku. Uni zaifliklar qanaqa buzilishini tushunganingizdan keyin AI ga adashib ketgan paytda to'g'ri yo'nalish bera olasizda. Agar siz birdaniga, nima deydi, qanaqa buzishlarni yaxshi o'rganmasdan, hujum usullarini yaxshi o'rganmasdan,
Mana bu sertifikatga harakat qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri, buning ichida ham o'rgatilgan. Lekin prompt yozgan paytingizda u nima qilayotganini tushunmay qolishingiz mumkin-da. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda nima qilayotganini chiqarib beryapti-ku. Prosta tomosha qilib o'tiraverasiz. Adashib ketayotganini bilmaysiz. Tupiga kirib qolayotganini bilmay qolasiz AI ni. Uni bilib turib, joyida to'xtatib, to'xta, mana bu narsadan ketish kerakligini unga ayta olishingiz uchun siz nimani bilishingiz kerak? Bazani yaxshi bilishingiz kerak-da. Bundan oldingi sertifikatlarni olsangiz, keyin bunga harakat qilganingiz yaxshi, shuni maslahat beraman yani. Bu CPTS'da kuchli sertifikat. Kuchli emas, uni davomi desak bo'ladi. CPTS'ni olsangiz, misol uchun, zaiflik qanaqa buzilishi, zaiflik o'zi nima, qanaqa turlari bor, hammasini tushunib olasiz-da. Undan keyin AI bilan buzishni o'rgansangiz, u okey. AI adashib ketgan payt to'g'rilaysiz yoki nima qilayotgan paytini tushunib tura olasiz. U narsani tushunmasdan turib buni o'rganadigan bo'lsangiz, keyin sal qiyin bo'lib qolishi mumkin-da. Xo'p, demak, internetimizda muammo borga o'xshaydi. Okey, ishlasa hozir ochib ko'ramiz buni ham. Bu nima? Tugadi bu pen testing AI bilan. Ishni tugatdi mana oxirida. Demak, nimalar bilan tugatganligini bitta tanishamiz. PTS pen test IP adresda to'liq tugadi. Report mana deyapti, PDF. Qani PDFni ochib ko'ramiz. Pen testing report. Mana bu boya o'zimiz ishga tushirgan serverning IP adres. Xo'p. Bunday darajasidan boshlangan, qarang qanaqa akkuratni. Ishning chegarasi, amalga oshirilgan qadamlar ketma-ketligi va ma'lumot to'plashdan boshlab qilgan ishlari tushuntiryapti. Ishlatgan buyruqlarni skrinshoti bilan ko'rsatyapti. Hop, buni kattaroq oynada ko'raylik. Mana. Ko'rinyapti. Demak, Nmap komandasi u chiqargan natijalar veb-saytdagi skrinshotlarni qarang. Men olib berganim yo'q bunga masalan. To'g'rimi? Ya'ni prosta o'zimiz kirib ko'rdik, boya haqiqatda shu veb-sayt bor edi. Bu o'zi skrinshot qilib reportga qo'shyapti shu narsani. Tak, yana ishlatgan komandalar bu yoqda skrinshotlar. U yerda aniqlagan zaiflik LFI veb-saytni skrinshotlari. Qarang qanaqa zo'r ko'rsatib beryapti. SSH kartlarni topgani, zaiflikdan foydalanib, LFI zaifligidan foydalanib, uni crack qilgani, John tuli bilan parolni topgani, undan keyin tizimga kirishi, SSH bilan login qilishi, birinchi flagni topdim deyapti. Xo'p, bundan keyin, ya'ni bu flaglarni yaxshi topar ekanda bu yerda ekzamlarda cheat qilishga harakat qilmang, ya'ni buni o'rganib olib. Men sizga cheat qilishni o'rgatmayapman bu yerda. Tak, post exploitation, project escalation qilish uchun bajargan ishlari. Umumiy aniqlagan zaifliklarni qarang, chiroyli qilib darajasi bilan jadval ko'rinishida oxirida keltirib ketyapti. Va tizimni tuzatish uchun tavsiyalar endi bu yoq. O'sha zaifliklarni qanaqa tuzatish mumkinligini, qadamlar ketma-ketligini yozyapti. Va shu bilan report 21 betdan iborat report tugadi. Qarang qanaqa. Akkuratni, chotki hamma narsa detalli ko'rsatilgan. Demak, Xworks veb-sayti nimagadir ochilmadi. O'zingiz kirib qiziqib qarab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin boyagi birinchi bundan oldingi CWS yoki CPTS pejlarni o'qib chiqib tugatganingizni maslahat beraman. Yoki Red 1 hech bo'lmaganda tugatib, keyin bu narsaga harakat qilsangiz ham bo'ladi. Chunki AI pentester bo'lish uchun o'zi pentester bo'lishingiz kerak-da. Hali siz Rednoni endi tugatayotgan bo'lsangiz, pentesting endi qadam qo'yapsiz. Ya'ni hujum usullari, himoya usullarini endi ko'rib chiqasiz. Red 1da to'liqroq. Uni pentester bo'la olganingizdan keyin AI pentester bo'lsangiz, buni tushunasiz, nechta nima borligini.
Bugun master klass shu edi bolalar. Agar yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Sizlarga shu narsalarni ko'rsatib bermoqchi edim. Ya'ni vibe hacking ahamiyati savollaringiz bormi? Bemalol. Savolim bor edi. Hozirgi ko'rsatsa bizga AI o'sha narsani 25 minutda qilyapti, 20 minutda qilyapti-da, ba'zi odamlar esa buni 2 soatda qilyapti. Endi mana savol kelib qoldi. O'sha bir deylik kelajakda AI bizani bosib qolishi mumkinmi mana shu? Deylik bir prompt beradi-da, tepada o'tirgan targetlab, AI potensialni qilib beradi. Bosib qolishi mumkinmi ya'niki AI? Qolishi mumkinmi dersiz? Ishimizni olib qo'yishi mumkinmi demoqchiman, nima? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Chunki bu promptni berish uchun ham mutaxassis kerak-da, ya'ni AI boya ko'rdik, masalan, buzib ber deganingiz bilan u 100% buzoladi degani emas-da. Uni adashgan joyda, kerak joyda to'xtatib, to'g'ri yo'naltirib turishingiz ham kerak. Uni yo'naltirishingiz uchun siz qanaqadir bilimga ega bo'lishingiz kerak. Yo'q, AI to'liq pentesterning ishini ola oladi deb o'ylamayman. Tushundim. Rahmat. Bu degani o'sha juniorlar anaqa qilib ketadimi, yo'q ketadimi prям? Faqat seniorlar qoladimi? Chunki sun'iy intellekt juniorlarning ishini qilib bera oladigan bo'lsa. Aha. Faqat o'sha seniorlar prompt berib o'tirsa bo'ldi bo'lib qolmaydimi? Juniorlarga o'rin qolmaydigandek bo'lib qolmayaptimi bozorda? Juniorlar shunaqa qaysidir ma'noda baribir endi siz masalan hozir junior pentester bo'lishingiz mumkin. Tasavvur qiling, kursni tugatdingiz. Bas junior pentester durumur shu darajada qolmaysiz ekan. Bu xohlaysizmi yo'qmi haqiqat, ya'ni o'sishingiz kerak, rivojlanishingiz kerak. Junior bo'lib ishga kira olmagan taqdiringizda ko'proq skillingizni oshirib turib, middle seniorga chiqqaningizdan keyin yaxshiroq ishga kirishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, endi qaysi ma'noda juniorlar ishga kirishi qiyinlashishi mumkin. Chunki AI bemalol yordam beryapti, ishni tezlashtiryapti. Siz ham bitta darajada qotib qolmaysiz-da. Juniordan rivojlanishingiz kerak bo'ladi-da. Xo'p, mana shu. Tak, bola hammaga rahmat. Kelganlaringizdan xursandman. O'ylayman, hamma kerakli, foydali, yaxshi narsalarni o'rgandingiz. Ko'rgan ko'rsatuvlar foydali bo'ldi degan umiddaman va agar bunga o'xshagan ko'rsatuvlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasanglar, HUDni va YouTube'da Saud Abdulvahidni kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki ikkala kanalda ham faqatgina kiberxavfsizlik bilan bog'liq videolar yuklanadi. Agar bizani Instagramda kuzatmasanglar, Instagramda kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki u yoqda kiberxavfsizlik bilan bog'liq qiziq voqealar, qiziq eksperimentlar va hokazolarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari agar kiberxavfsizlik bilan bog'liq sizlarga kitoblar kerak bo'lsa yoki bo'lmasa bepul kurslar kerak bo'lsa, sun'iy intellektni kiberxavfsizligi bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Hadi ilovasini o'rnatib olinglar. Bir dunyo bepul kurslar bor, C, Python kurslarini o'rganishinglar mumkin. Undan tashqari ichida sun'iy intellekt bor. Undan tashqari biz kiberxavfsizlik bilan bog'liq yangiliklarni yuklab boramiz. Kurslarni yangilab boramiz. Bepul CTFlar bor. Buzib kirishni simulyatsiya qilishinglar mumkin bo'lgan bir dunyo bepul hamda 3 kunlik CTFlar bor. Bularni o'tkazib yubormoqchi bo'lsanglar, Hadini Play Market va App Store dan yuklab olinglar.